kanunida shundaq deydi. Erlar o'z hayotidagi eng namrat muhtojlik girdobga berib qolgan vaqtning o'zida o'zining hayotidagi o'zini haqiqiy suydigan, yaxshi ko'rgan bir ayol kishi paydo bo'ladi deydi. Ayol kishi g'urbatchilik, og'riqsizlik girdobga kelib qolgan vaqtning o'zida o'zining hayotidagi o'zini eng yaxshi ko'rgan, o'zi kuyungan shu mush vaqt paydo bo'ladi deydi. Murs qonunida yeni nimalar degandi? Yer qog'oz hikoyasida shundaq deydi. Do'stingizga pul qarz berib turganlikning o'simi do'stlik muhabbati bo'ladi deydi. Ya'ni shu do'stlik muhabbatning badaliga siz buni berib turganmisiz deydi. Dalikanlikning inson tabiatiga ojiz qiladigan kitobida boshqalarni doim bo'zak qilsa, bo'zak ko'sa, sen ularga yo'l qo'ygan siri, qo'rqqan siri ularni texim bo'zak qildi, texim kirishib oldi. Navazsam bir qatim qarshilik ko'rsatsa, ularni ikkinchi qatim bo'zak qilishga petinolmaydi, seni haqiqiy bir odamdek ko'radi deydi. Guyguzdi shundaq deydi, sen yetarli taraqqiy qilib kuchlanib bo'lmay turib, sen yenila bir o'rganguchi va foydalanguchi. Mayli u sen o'sh nafratlanadigan odam bo'lsin, sening ashaddiy dushmaning bo'lsin, sen uningdan tovanchilik bilan o'rganishing, ehtiyot bilan muomala qilishing kerak. Bu bir zaruriyat, bu bir hayot qonuniyati deydi. Langdowni o'qigandan keyin boshqalarga siz o'z qiyinchiligingizni, o'z azobingizni so'zlab tushmang. Chunki 20% odam bu sizning qiyinchilik va dard alamingizga pisand qilmaydi. Sizga ko'ngil bo'lmaydi. Qolgan 80% odam bo'lsa, buni anglagandan keyin sizni mazaq qiladi, ichida kuladi. Hayotingizdagi yig'ingizni o'zingizla anglang, yostug'ingizni anglab qolmasin. Azobingizni o'zingizla his qiling, kiyimlaringizni his qilib qolmasin. Endi hayotingizdagi shu kulkingiz, tutug'ingiz, natijangiz, muvaffaqiyatingizni ondan boshqalarga ko'rsatib qo'yishingiz kerak. Mana bu shunday yaxshi mazmunlar so'zlangan mana 5 kitob faoliyat bahsi kiros ketlib Aral 39 qo'y. Bir kitap emas bunlar ama 5 kitap 39 koy. Bir kitap 7 koy 9 model to'xtaydi. Yoqtirgan do'stlar meni qo'shib olgandan keyin ostidagi seri qarordan darhol setib olinglar. Rahmat.